Assalomu alaykum aka-ukalar, qadrli ustozlar. Mana Rossiyadan ta'mirga kelgan o'zlarimiz Xorazmda og'amiz Bobur og'amizning torlari. Bu torga nima ishlar qilindi? Bu torga 1,5 millionlik ta'mir ishlari qilindi. Qoplab kompleksdan dastagi Ozarbayjon oqliskalari yangidan golovka qo'yildi. Mana o'zini eski golovkasi olib tashaldi. Mana yong'oq daraxtidan mustahkam qilib golovka qo'yib, shayton xaraklari, bezaklari, yangi haraklar hamma narsasi qilindi. Endi bu torni ovozlarini eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Mana tor. Masalan, bu zavodda yasalgan oddiy uchebniy torlardan, lekin hozirda zuvchanasi любой san'atkorlarning torlaridan ham kam joyi yo'q, jaranglab zo'r bo'lib chiqdi. Endi bu torimizni Boburomizga topshiramiz. Ining Boburom. Boburom og'am bilan donishdik, guringlashdik. O'zlari Rossiyada tug'ilib o'sgan ekanlar, lekin xorazmcha gaplashlarni menda yaxshi gaplaydi ekanlar. Elar xorazmcha gaplashlar. Endi nima muncha emas, lekin shu uyal yuribmizdan, shu o'zimiz torlarimizni, o'zimiz folklorlarni o'rganishga harakat etib turibmiz. Shuning uchun bu narsaları обязательно öğrenemiz deb aldık. Yine Suhrobjonga gelip ta'mirlab, xudo xolasa endi öğrenemiz endi bu narsalarni. O'zi soha nomsizda bor. O'zi soham yuristchilik. Yurist mana. Bunga nerda qiziqish? Bu qiziqish o'zi Ermeniyadan geldi. Ermeniyada 1 yillik Ermeniyada gitarani öğrendim. Keyin asta-asta endi o'zimiz tarixlarni öğrenib, o'zimiz folklorlarni öğrenib çıkandan keyin уже yine şu tora gel kaldıdan bu vaziyet. Şunun için torları yine öğrenip başladı. Tor, özemiz folklor müzikaları, makamları yine eşitip tor aldık. Yine şunu öğrenişe niyet ettik. Xudo xolasa endi öğrenemiz şundan. Ha, torni Rossiyadan oldi Zahray. Ama Derbentdan, Dağıstan'dan kelib berdiler bana. Lekin bizi Azerbaycan tori deb yubordilar. O Azerbayjondan mesela magazin torlari borda, fabrikada yasaladigan torlar. Azerbayjondan ina shunday torlar chiqqan. Rostdan shu Azerbayjonning tori. Tamam. Lekin ta'mir ishlari dim zo'r chiqqan. Shuning uchun bir katta rahmat aytaman. Zvuchanalar ham dim zo'r. Kitladingiz shunday bo'ladi. Dim qoyil bo'lib qoldim men. Roziman ishlaringga. Shuning uchun hammaga savet etaman, shu remont bo'lsa, tor kerak bo'lgan bo'lsa, Suhrobjonga Rahmat. Hech qilib rahmat katta. Rahmat sizga. Yaxshi kunlaringizni nasib etsin, xizmatlaringizni aytaverasiz.